O'zbekistonda avtomobil shunchaki chiroyli turishi yetarli emas. U ishlashi kerak. Diqqatingizga yangi Chevrolet Damas. Move va u har kuni to'xtamasdan ishlaydi. Qarang, yo'lovchi tashimoqchimisiz? Muammosiz, akalar, ukalar, keling. Ey ammalar, xolalar. Mahmud, kirvir. Kim bo'lsa ham. 3 qator o'rindiq joy hammaga yetadi. Qalay? Konditsioner yoqa olasizmi? Endi o'zingiz yoqa olasiz. Yangi Damas bilan ishlash boshqacha. Ishchi brigadasi, asbob uskunalar, hammasi sig'adi bemalol. Sizga hammi? Hozir. Bo'ldi deb o'yladingizmi? Yo'q. Mana bu jiddiy yuklarga mo'ljallangan Damas Max. Xizmatda yurganlar uchun haqiqiy yordamchi. Orturinglar bemalol. Mebel bo'ladimi, qurilish mollari yoki texnika, joy hammasiga yetarli. Hatto nozik yuklar bilan ham ko'ngil xotirjam. Va eng muhimi, endi u ancha kuchli. Yangi Chevrolet Damas Max va Damas Move xizmatdagilar uchun xizmat qiladi.